Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sizlar uchun Komil ta'lim o'quv markazi yangiliklarni chiqarishda davom etadi. Nasibasida video davomida ko'rasizlar. Ya'ni o'quvchilarimiz Turkiyaga yo'llanmoqda Istanbulga. Nega aynan Komil ta'lim eng zo'ri? Xudo xolasa video davomida ko'rib o'tasizlar. Videoga bir like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar deya umid qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men Saparova Jasmina Komil ta'lim o'quv markazida ingliz tili fanidan muntazam ravishda to'garakka qatnashaman va 17-may kuni My Dream School tomonidan tashkil etilgan olimpiadada ingliz tili fanidan qatnashib 100% natija bilan oliy o'rinni oldim va 1,5 million so'mlik pul yutug'i va Istanbul shahrida o'tkaziladigan olimpiadaga yo'llanma egasi bo'ldim. Shu fursatdan foydalanib, men barcha o'qitgan ustozlarimga minnatdorchiligimni bildiraman. We proudly won first place in the Olympiad organized by My Dream School and received a wonderful opportunity to participate in the upcoming Olympiad in Istanbul. Special thanks to all our teachers and organizers for their support and dedication. Men Ashirbayeva Gulnaz Ravshanbek qizi Komil ta'lim o'quv markazida 6 oy davomida o'qib, My Dream School tomonidan o'tkazilgan 17-may kunisida faxrli birinchi o'rinni egalladim va shu topda men o'zimni o'qitgan o'qituvchilarimga ingliz tilida rahmat aytmoqchiman. I would like to thank all my teachers and the organizers for their support and hard work.